o'zini qo'llari bilan har ishni qilishni orzu qiladiganlar, ko'zlari bilan dunyoni ko'rishni xohlaganlar son mingta. Men bundaylarni bilaman. Salomatlik bu oddiy holat emasda, bu mo'jiza, bu ne'mat. Shukr qilish ham aslida mana shunday kommentariylarni o'qiganimda bir ne'mat ekanda deb qolaman. Agar biz doim ishimda barakam yo'q, unim yo'q, bunim yo'q, e'tiborimiz faqatgina yo'g'imizda bo'lsa, umrimiz sifatsiz o'tib ketsinmi? Yaratgan bergan ne'matlarni sezmaymizmi shunda? Menga ayting, muqaddas kitobimizda "Noligin sen zo'r bo'lib ketasan" degan biron bir jumla bormi? Agar ha bor desangiz, shuning uchun shukr qilmayapman deng. Ikki qo'limni ko'taray. Xo'p, uzr deb. Chunki shukr qil, ziyoda qilaman deb buyugimni va'dasiga mani ixlosim nihoyatda baland. Shuning uchun gapiryapman sizlarga bu gaplarni.